Bizning Anilan Dublyaj.uz kanalimizni homiy bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning kanalimizda namoyish etiladi. Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bu qishloq va bu yerning aholisi, nima gap do'stlar? Qani bizga uy hayvonlaringni ber, bo'lmasam seni o'ldiramiz. Xo'sh, bu ishingiz ish beradi deb o'ylagandingizmi? Olovga sakrash vaqti keldi. Shoshma, bizni o'ldirma, biz senga zumrad beramiz. Mayli, kelishdik. Mana ol. Ajoyib. Mana meni o'ldirmoqchi bo'lganlarning ahvoli nima bo'ladi? Shoshmang, ular nima qilishyapti? Salom, nima gaplar? Bu yana nimasi? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu yerda men boshliq deb o'ylabman. Endi bu yerda sen boshliq emassan, bizda saylov bo'lyapti. Xo'sh, balkim bu saylovda men g'olib bo'larman. Saylovda sen g'olib bo'lasan deb o'ylamayman. Nega? Birinchidan sen bu yerdagilarga yoqmaysan. Tushunmadim. Nima deganing endi bu? Yaxshi, hali shunaqami? Men bu saylovda albatta g'olib bo'lib, bu yerda podshoh bo'laman. Yaxshi, menimcha mana bu bino saylovlardan o'tadigan bino bo'lsa kerak. Salom, men saylovda o'z nomzodimni qo'ymoqchiman. Albatta, sizdan 10,000 zumrad beradi. 10,000 zumrad? Men hozir kelaman. Yaxshi, unda men mana bu bankka kirib chiqaman. La'nati, bu yerda navbat buncha ko'p bo'lmasa. Salom, menga 10,000 zumrad bera olmaysizmi? Albatta janob, 1 daqiqa. Shoshma. Tinchlikmi? Sizning hisobingizda 10,000 zumrad yo'q ekan. Mayli, bo'lmasam borini bering menga. Mana janob, oling. 3 dona zumrad? Tushunmadim, qolgan pullarim qayerga qoldi? Men bilmayman. Bo'lmasam plan B ga o'tamiz. Kiyim do'koniga kiramiz. Mana bu bizga ish beradi. Nima balo, bular kasalmanmi? Mana bu necha pul turadi? Buning narxi 99 ta zumrad. Nima? 99 ta zumrad? Bo'lmasam unisi necha pul turadi? Zombilar janob juda ham qimmat turadi. Menga ozgina zumrad yetmayapti. Men hozir kelaman. Mana endi shunchaki birozgina kutishim kerak. Janob, biror nima olishni xohlaysizmi? Men shunchaki onamni tezroq sog'ayib kasalxonadan chiqishlarini xohlayman. Mana endi tezroq borib olishim kerak. Xo'sh, qayerga o'tardi ekan? Mana ko'rdim. Mana, rahmat senga bolakay. Mana endi menga bitta zombining maskasidan bering. Albatta, mana janob. Qana bilmasam olg'a. Ana endi men bu maskani zumrad olish uchun ishlatsam bo'ladi. Bu maska bilan meni hech kim tanimasa kerak. Xo'sh, bo'ladi. Hammasi joyida. Qana hammangiz orqaroq boring, orqaroq boring dedim. Men bu bankni o'maraman. Xo'sh, hech kim joyidan qimirlamasin va hech kim zarar ko'rmaydi. Menga zudlik bilan 10,000 zumrad bering. Men sizni tanidim janob. Nima? Qanday qilib taniding meni? Janob, orqangizga qarang. Tushunmadim, nega? Yo'q, xudoyim. Buning uchun sizlar hali javob berasiz. Bermasam mana bunday qilamiz. Xo'sh, sizlarga yoqdimi? Men shunchaki hazillashgandim. Sen bergan maska menga yordam bermadi. Meni pulim qaytarib ber. Siz shikoyat daftarchasiga o'z shikoyatingizni yozishingiz mumkin. Bu yerda hech qanday daftar yo'q-ku. Xudoyim. Yaxshi, men o'z pulimni qaytarib olsam bo'ladimi? Men pulingizni qaytarib bermayman, lekin siz xohlagan maskani berishim mumkin. Yaxshi, ko'raylikchi yana bu yerda nimalar bor ekan. Shoshmang, axir bu oddiy aholining maskasi-ku. Nega men buni oldinroq ko'rmagan ekanman? Menga mana shuni bering. Mana janob. Ajoyib, mana buni maska desa bo'ladi. Menga ajoyib bir g'oya bor, lekin menga nimadir yetmayapti. Men albatta zoo magazinga kirishim kerak. Men izlagan narsa mana shu yerda bo'lishi kerak. Menga meni ismim tushirilgan ko'krak nishoni kerak. Albatta, mana janob. Juda ajoyib oshna. Katta rahmat. Ajoyib, mana endi buni sinovdan o'tkazishim kerak. Balki men ismimni Bob deb qo'yarman. Shunday bo'ladi. Kechirasiz, sizning yordamingiz kerak. Mana buni knopkasini bosib yubora olmaysizmi? Albatta janob. Senga katta rahmat oshna. Mana bo'ldi. Mana bu maskani ko'rinishi anchagina yaxshi ekan. Endi meni hech kim tanimaydi. Qani boshladik. Men mana bularga o'xshab yurishim kerak. Qiziq, nega bu ahmoqlar menga qarab o'tirishibdi? Men o'z hisobimdan 10,000 zumrad olmoqchiman. Salom Bob. Salom oshna, nima gap? Xo'sh, sizga 10,000 zumrad kerak, shundaymi? Ha, shunday. 1 daqiqa. Shoshma. La'nati, yana sezib qoldi. Sizga shuncha pul o'g'lingizni kollej uchun kerakmi? Haligi, shunday. Bunday bo'lsa mana ol. Ajoyib, mana boshqa gap. Bu niqob ish beradi deb o'ylamagandim. Qani olg'a. Mana ol, sen so'ragan 10,000 zumrad. Sen beni uddaladingmi? Endi nomzodimni qo'ysam bo'ladimi? Sen 500 kishiga qo'l qo'ydirishing kerak. 500 deysanmi? La'nati, nega menga buni oldinroq aytmading? Bilasan, meni bu qancha vaqtimni oladi? Mayli, men g'olib chiqishim uchun men hamma narsaga tayyorman. Mana bu yerga qo'l qo'yib yubora olmaysizmi? Mayli, qo'yaman, lekin kichkinagina iltimosim bor. Qanday iltimos ekan? Meni sandig'imni ichini tozalash kerak. Yo'q, xudoyim, axir bu meni umrimni yeydi-ku. Xo'p, mayli, sandig'ingni ichini tozalab beraman. Mana, tozalab bo'ldim. Xo'sh, senga yoqdimi? Albatta yoqdi, juda ham ozoda bo'libdi. Ajoyib, endi menga mana bu yerga qo'l qo'yib ber. Yana bir kichkinagina iltimosim bor. Yana qanday iltimos? Xudoyim, axir bu umrimni yeydi-ku. Bo'ldi, hammasi jonimga tegdi, bu yerdan ketaman. Menga boshqa reja kerak. Mana bu ish bersa kerak. Mana bo'ldi. Mana endi tekshirib ko'ramiz. Menga nima kerak? Men uyingga dinamit qo'yib chiqdim. Agar mana bu yerga qo'l qo'ymasang, men seni o'ldiraman. Yo'qane. Bunaqada 500 ta imzo ola olmayman. Nima qilsam ekan?
Ey, kallamga bir g'oya keldi. Ey, yo, siz juda ham ajoyib parkur qilyapsiz. Juda ham qoyilmaqom. Yo'q, rostdanmi? Ha, albatta. Men bu yerda sizday epchilni hali ko'rmadim. Shunday sakradingizki, Rayhona ham hayrona bo'ladi. Yo'q, rostdanmi? Maylimi menga dastxat qo'yib bersangiz? Albatta, muxlis uchun dastxat qo'yib beraman. Ajoyib, menda bitta imzo bor. Oddiy qishloqini nomini yozganmi? Ha, buni o'zim ham to'ldirsam bo'lar ekan-ku. Mana 500 ta imzo tayyor. Mana sen aytganda 500 ta hammasi tayyor. Ha, aytganda men kassaga 10 ming zumradni to'lab kelganman. O'z nomzodingizni qo'yishingiz uchun pul to'lash shart emas. Nima? Teshib chiqsin. Mayli, men registratsiyadan o'tdimmi? Ha, albatta janob. Ajoyib, qoyil. Mana bu yerda kim necha foiz olgan hammasi yozilgan. Yo'q, qani bir ko'rib chiqaychi. Yejinursa 0% mi? Men oxirgi o'rinda ekanim. Mayli, hech ish yo'q. Men birozdan so'ng birinchiga chiqib olib, bu saylovda g'olib bo'laman. Xo'sh, menga ovoz berishlari uchun men bu yerda anchagina ter to'kishim kerak. Kallamga bir g'oya keldi, lekin buning uchun zumrad kerak. Xo'sh, menimcha bu ish beradi deb o'ylayman. Otajon, endi tilak aytsam bo'ladimi? Bilmayman, o'g'lim, u yerga kelib qolishi mumkin. Onam sog'ayib ketishlarini xohlayman. Qani olg'a. Lekin zumrad uchun rahmat ofisarlar. Mana men o'zimga kerakli bo'lgan zumradni olib oldim. Ey, menga yashil kraska kerak. Albatta, mana janob. Qo'yli, qani olg'a. Bo'yash uchun kistichka ham kerak-ku. Ey, ofisarlar, qani bu yoqqa keling. Men tekinga zumrad tarqatyapman. Qani kela qolinglar. Mana bu yoqqa kiring. Hammangiz mana bu yerga kiring. Shoshmang, yana bizni aldayotgan bo'lsang-chi? Men aldoqchiga o'xshaymanmi? Agar men seni aldayotgan bo'lsam, menga shuncha zumrad nima qiladi? Yo'q, xudoyim, u bizni aldamabdi. Tekin zumradlar qani olg'a. Mana hammangiz shoshilmasdan kira qoling. Xo'sh, mana endi meni quloq soling. Men sizlarni aldadim. Toshlarni kraska qilganman, lekin sizlar bilan gaplashib olmoqchiman. Bilasizlar, men o'z nomzodimni qo'yganman. Agar men g'olib chiqsam, har biringiz juda ko'p zumrad olasizlar. Agar men g'olib bo'lishimni istasangiz, men bilan qolib menga yordam bering. Agar xohlamasangiz, marhamat, ketishingiz mumkin. Xo'sh? Mayli, xayr. Nima? Ustimdan kulyapsizlarmi? Ey! Shunchasini orasidan bittasi men bilan qoldi. Mayli, oshna, biz sen bilan buni uddalaymiz. No hablo español. Yer la'nati. Men bilan kimdir birga ishlash kerak. Bir daqiqa, men bilaman buni kimligini. Mana bular aniq rozi bo'lishadi. Agar men bilan ishlasangiz, men sizlarga kuniga 2 ta zumrad va yotoq joy bilan ta'minlayman. Yo'q, biz rozimiz. Xo'sh, do'stlar, men o'zimni bor budimni sotdim, menga mana buncha pul bor. Menimcha bizga shu yetsa kerak. Xo'sh, bu pullarni biz reklama bannerlari uchun ishlatamiz. Keyin bu reklamalarni shaharga ilib chiqamiz. Nima? Ular meni o'marib ketishdi. Endi nima qilaman? Endi men bilan hech kim tekinga ishlamaydi. Ey, bir daqiqa. Shahardagi mehribonlik uyi. Bu ajoyib joy. Oshnam, men bir nechta bolalarni o'z qaramog'imga olmoqchiman. Albatta janob, qani meni orqamdan yuring. Xo'sh, qay biri sizga to'g'ri kelar ekan? Yo'q, men tanlab o'tirmayman, oshnam. Men bularni hammasini olaman. Yo'q. Xo'sh, bolalar, quloq soling. Endi sizlar meni qo'limda ishlaysizlar va biz bu saylovda g'olib bo'lishimiz kerak. Ishlashga tayyormisizlar? Bizni asrab oldingiz degani bu bizni qul qiladi degani emas. Million zumrad ishlamaguncha qaytib kelma. Shoshma. Men bilan hazillashdingiz, shundaymi? Sen kirkani unutding. Xo'sh, kim ishlashga tayyor? Mana shunday bo'lsin. Menga chizish uchun yana bir kraska kerak. Oshna, quloq sol. Hozir meni oldimda pulim kam edi. Menga ozgina kraska berib tura olmaysan, albatta pulini keltirib beraman. Yo'q, bera olmayman. Xo'sh, plan B'ga o'tamiz. Bilasana, men senga nima degan edim? Ha, mayli, bora qol. mening onam kasal edi. Maylimi o'zimga kerakli narsalarni olsam? Albatta bolajonim, ola qol. Ey, bu ish berdi. Bizga kerakli narsalar bor. Orangizdan kim chizishni biladi? Sizlar chizishni bilasizlarmi? Sizlar 3 kishi ekansizlar, bellashuv o'tkazamiz. Kim chiroyli chizib bersa, o'sha g'olib. Qani ko'raylik, nimani chizdingiz? Menimcha men g'olib bo'ldim. Xudoyim, axir bu ajoyib-ku. Lekin sen meni suratimni chizishing kerak edi. Men faqat cho'chqani chizib bilaman. Bo'ldi, bor joyingga o'tir. Menimcha men siz rasmingizni to'g'ri chizdim. Yo'q, qani ko'raylikchi. Uni ko'rishga sabrim chidamayapti. Sen ham million zumrad topmaguncha qaytib kelma. Sen ham shu bema'ni narsani chizdingmi? Mayli, bera qol. Qo'yli. Men bu chizganingni albatta qadrlayman. Barakalla bolam, yashavor. Demak, bunday qilamiz. Mana shunday ajoyib rasmlarni chizib ko'paytirishni boshlang. Ularni shaharga ilib chiqamiz. Bularni ko'rinishi ajoyib. Barakalla. Demak, bu rasmlardan juda ham ko'p bo'ladi. Bunisi yana nima bo'ldi? Men bor kuchim bilan harakat qildim. Million zumrad topmaguncha qaytib kelma. Ana bir nechta plakatlarni yopishtirib chiqing. Yashavor. Boshlanish yomon emas. Meni uyimdan bu so'ringni ol. Hech qisi yo'q, oshna. Shunchaki bitta yopishtirganimiz unga yoqmadi. Mana bu boshqa gap.
Xo'sh, oshna, endi sening uying yo'qyaptimi? Bu yerdan hech qachon chiqa olmaysan. Eva, chira o'zingni, itvachcha. O, mana bu yerga aholi to'planib o'tiribdi. Demak, plakatni o'sha yerda ildiramiz. Do'stlar, menga ovoz berishni unutmang. Men albatta bu saylovda g'olib bo'lishim kerak. Nega yig'layapsizlar? Yo'q, xudoyim, uzr, men bilmagandim. Mana bu plakatlarni osish uchun ajoyib joy ekan. Mana bu yer juda ham gavjum joy ekan. Qani bolalar, boshladik. Oho, ko'rinishi yomon emas. Ajoyib, juda ham chiroyli. Bu g'olib bo'lishimga yordam berish kerak. Menimcha buni hamma ko'radi. Bir daqiqa. Sen ham men o'ylagan narsani o'yladingmi? Men g'olib bo'lishim uchun menga ovoz bering. Mana endi ajoyib bo'ldi, to'g'rimi? Do'stlar, biz hozircha yomon ketmayapmiz. Shunday davom etaversak, biz albatta g'olib bo'lamiz. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Menimcha men ochlikdan o'ylayapman. Bo'ldi, xavotir olma. Jin ursin, menda faqat bir burda non qolibdi. Hozircha mana buni yeb ol. Faqat ko'p bera olmayman, bir burda beraman. Qolganlaringizga ham yetishi kerak. Agar hozir senga hammasini bersam, qolganlar ochlikdan o'lishadi. Jin ursin, agar yarmini bersam, qolganlarga yetkaza olmayman-ku. Mana hozircha nonni ushog'ini yeb turgin, senga shu ham yetadi. Qoyil, bu ish berdi. Mana bu muammoni ham yechdim. Biz qolgan nonni tejashimiz kerak. Shoshma, menda bir g'oya bor. Mr. Beast, biz uchun shirinliklar yubora olmaysanmi? Mr. Beast bizga shirinliklar yuborgan bo'lish kerak. Nima? 50 mingta shirinlik? Axir bu bo'lishi mumkin emas. Voy, buni bahaybatligini. Har bir quti lib to'la. Qanday tamlik ekan? Tami yer yong'oq shokoladli ekan. Mana bu yer tarqatish uchun ajoyib joy. Agar menga ovoz bersalaringiz, men sizlarga Feastables beraman. Qani shoshilmasdan, navbatda turing. Hammasi joyida, mana oling. Hammangizga Feastables shokoladlari yetdi deb o'ylayman. Qani marhamat, tatib ko'ringlar va o'z hissiyotlaringizni menga ayting. Ajoyib. Sizlarga yoqdimi? Bo'lmasa men xursandman. Menga yana bir dona bera olmaysizmi? Muammo yo'q, mana oling. Xo'sh, bunisini ta'mi qanaqa ekan? Unchalik ham yaxshi emas ekan. Hech qisi yo'q, men bu la'natini qafasga solib qo'ydim. Qolganlar bebaho shokoladlardan tanavvur qilaveringlar. Yer yong'oq ta'mli Feastables shokoladlari barcha magazinlarda bor. Va bu shokoladlar bu yerda emas, albatta butun dunyo bo'ylab bor. Eng yaqin do'konga borib uni xarid qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, bu ishimiz bizga anchagina ovoz to'plab berdi. Endi keyingi rejamiz qanday bo'ladi? Men mana bu futbolkani tikdim. Nima? Qachon tikib uspet qilding buni? Buni men bir kiyib ko'raychi. Ko'rinishi yomon emas, barakalla. Oshna, bepul futbolka xohlaysanmi? Futbolka deysanmi? Kiyib ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Ajoyib, xuddi o'zingiz uchun tikilganday turibdi. Rostdanmi? Albatta, ovoz berishni unutmang. Tekinga futbolka xohlaysizlarmi? Unda CVga ovoz berishni unutmang. Xo'p, bo'ladi. Senga ham futbolka kerakmi? Albatta. Bilasanmi, menda futbolka qolmabdi. Bu oxirgisi edi. Ming bor uzr. Ajoyib, bizda yetarlicha ovoz yig'ish imkoniyati bor. Nima gap, oshna, salom yana bir bor. Men necha foiz ovoz to'plaganimni bilsam bo'ladimi? Albatta, mana. Qani, menimcha men 3-o'ringa bo'lsam kerak. Nima? Endi 1% oldimmi? Beko'ranki shuncha vaqt yo'qotdim. Uzr, oshlar, raqobat juda ham kuchli. Hech qisi yo'q, men hech qachon taslim bo'lmayman. Men albatta g'olib bo'laman. Xo'sh, bizda bu ishimiz uncha yordam bermabdi. Biz boshqa yo'lni qo'llashimiz kerak. Bo'lmasam biz mana bu nomzodlarni birma-bir yo'qotishimiz kerak. Birinchi cho'chqadan boshlaymiz. Xo'sh, men uchun vaqt ajratib kelganing uchun senga katta rahmat. Sen mana bu yerga kir, men seni orqangdan boraman. Eshikni yopib, mana bu yerni yoqib yuboraman. Menimcha 5 sekund yetarli bo'lsa kerak. Qani bir ko'raylikchi, bu ish berdimikin? Ajoyib, bu ish beribdi. Mana bittasini yo'qotdik. Uning nomzodi o'chganmikin? Men yana bir marta kitobni ko'rsam bo'ladimi? Sen ham bu yomon xabarni eshitdingmi? Eshitdim, juda ham yomon bo'ldi-da. Qani? Ajoyib, 6% to'plabman. Xo'sh, temir golem, sen keyingizsan. Bu ozgina xavfli-yu, lekin men buni uddalayman. Oshna, men sizlar bilan tinchgina gaplashib olmoqchiman. Hujumga! O'zingizni bosing. Quloq soling, bilasizlar, saylov boshlangan. Bilamiz. Sizlar qishloq aholisidan tashqari yana nimani yomon ko'rasizlar? Xo'sh, meni sizlarga bir ajoyib taklifim bor. Xo'sh, siz to'rtovingiz meni ortimdan yuring. Menimcha bu ish beradi deb o'ylayman. Janob, menga yordamingiz kerak. La'nati qaroqchilar meni bolalarimni o'g'irlab ketdi. Biz ularni tezroq qutqarishimiz kerak. Bizda vaqt yo'q. Qani tezroq. Mana ular. Men hozircha qaroqchilarni ko'rmayapman. Ularni qutqarsak bo'ladi. Qani bo'la qoling, tezroq. Biz sizlarni hozir temir golem bilan bu yerdan qutqaramiz. Qo'rqmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Qani menga quloq soling.
Agar sizlar meni aytganimni qilmasangiz, ularni vulqonga tashlayman. Menimcha ular hazillashmayapti. Ularni quloq solishimiz kerak. Sen bu yoqqa kel, mana bu qafasning ichiga kir. Temir golem, sen birinchi kirasan. Hech qisi yo'q oshna. Biz bu yerdan albatta chiqamiz. Biror nima o'ylab topaman. Yaxshi, ajoyib. Sen bilan kelishuvimiz shunday edi, to'g'rimi? Ha, shunday. Rahmat oshna. Qara bolalar ketdik bu yerdan. Endi uyga qaytamiz. Endi uzr oshna, shunday bo'lib qoldi. Men saylovda g'olib bo'lishim kerak. Ajoyib, mana yana bittasi ketdi. Mana endi navbat tasqaraga. Yejjin ursin, uni topolmayapman. Qayerga berkingan ekan ha? Ximiya zavodi. Oldin bu binoni ko'rmagan ekanman. Ey, bu yerda nima qilyapsizlar? Biz bu yerda damlama tayyorlayapmiz. Men hozircha 3 ta tayyorladim. Ko'rasanmi, bittasi tayyor. Yo xudoyim, bu yana nimasi bo'ldi? Tasqara qiluvchi damlama bu nima vazifani bajaradi? Hozir senga ko'rsataman. Oshna, hozir sening ko'rinishing juda ham tasqara bo'ladi. Axir bu men-ku. Ha, bu ish berdi. Damlamangdan o'rgildim. Menimcha u mana shu damlamalar haqida gapirgandi. Mayli, ulardan bir nechtasini o'zimga olaman. Xo'sh, kichraytiruvchi damlama olamiz. Xo'sh, bunisi nima ekanligini bilmadim. Buni bir sinab ko'rish kerak. Mana bu damlamani zudlik bilan kimgadir sinab ko'rishim kerak. Oy, oshna, men senga sovg'a olib keldim. Rostdanmi? Ha. Obbo, nimalar qilib qo'ydim? Nima qilib qo'yding? Uzr oshna, men bu ish beradi deb o'ylamagandim. Padaringga la'nat seni. Mayli, uzr oshna. Endi keyingisini sinab ko'ramiz. Obbo. Mana endi kichraytiruvchi damlamani sinab ko'ramiz. Qiziq, nima qilarkin, ha? Uzr oshna, men buni zudlik bilan sinab ko'rmasam bo'lmaydi. Tushunmadim, nima? Yo xudoyim, sen kichkina bo'lib qolding. Kichkintoy ko'rinishingga gap yo'q. Endi seni kichkina yobara shakarcha deymiz. Meni o'z qo'limga qaytarib qo'y. Men buni orqaga qaytarishni bilmayman. Buning uchun hali javob berasan. Yo, siz bu kichkina yobara shakarchani yurishiga qarang. Menda bir g'oya bor. Bu yerni oldin ko'rmagan ekanman. Juda ham ajoyib ekan. Quloq sol, sen o'z nomzodingni olib tashlay olmaysanmi? Albatta yo'q. Shunday deyishingni bilgandim. Endi o'z nomzodingni olib tashlaysanmi? Oy, nimalar qilib qo'yding? Endi sen kichkintoysan. Mayli, menga farqi yo'q. Men shu holimda ham saylovda g'olib bo'laman. Endi ham g'olib bo'lasanmi? Bu meni to'xtatib qololmaydi. Men bir g'olib bo'laman. Yo'q xudoyim, u shunchalik kichkinaki, men uni hatto ko'rmayapman. Mana endi hammasi tayyor. Men hali seni og'zingga ichaman. Tushunmadim, nima deding? Xo'sh, mana bu kichkina muammodan qutuldik. Muhim yangiliklar beryapti, uni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Yana qanaqa yangilik? Hozirda mana bu 3 ta nomzodni o'ldirgan shaxs qidirilmoqda. Gumonlanuvchi mana bulardan biri bo'lishi mumkin. Bu qabih ishni Simit qildi deb o'ylayapmiz. La'nati, ishlar aslo bo'ldi-ku. Menda yana bir g'oya keldi. Mana bo'ldi, hammasi tayyor. Yaxshi xizmat qildingiz. Sizlar buni o'z vaqtiga qo'lga oldingiz. Qarang-a, u meni keyingi bo'lib o'ldirmoqchi bo'lgan ekan. Men bunday qilmoqchi emas edim. Qani uni bu yerdan olib keting. Yo'q, men bu ishni qilmadim. Janob, xavotir olmang, biz qo'riqchilarni ko'paytiramiz. Bu qishloqqa va sizning oldingizga begonalar kira olmaydi. Rahmat ofitser. Biz qo'riqchilarni ko'paytiramiz dedimi? Jenurson, keyingisini yo'qotmoqchi bo'lsam, ular meni qo'lga olishadi-ku. Bo'lmasam halol yo'l bilan g'olib bo'lamiz. Oshna, Sivit uchun ovoz ber. Tushunmadim. Bunisi yana kim bo'ldi? Sen bu isqirt futbolkani qayerdan olding? Menga buni notanish kimsalar berib ketishdi. Lekin ular g'olib bo'lisha olmaydi. G'olib men bo'laman, mana ko'rasizlar. Nima? Yo'q xudoyim, ularni har birida futbolkalar bor. Kim bo'lsa ham u juda ham mashhur bo'lyapti. Bo'lishi mumkin emas. Ular hattoki meni plakatimni olib tashlashibdi. Yo, men nimadir qilmasam keyin kech bo'lishi mumkin. Hoy, Maple futbolka xohlaysanmi? Menga kerak emas seni isqirt futbolkang. Oshna, men necha foiz ovoz to'plaganim ko'rsam bo'ladimi? Albatta janob, mana oling. Xo'sh, qani men oldinga chiqib oldimmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men undan o'zib ketishim uchun nimadir o'ylab topishim kerak. Xo'sh, bolalar, bizga reja kerak, nimadir qilishimiz kerak. Biz uni o'ldirib ham bilmaymiz, bir tiyin pulimiz ham yo'q. Endi nima qilamiz? Biz keldik. Tushunmadim. Bu yerda nima qilyapsizlar? Biz Zumrad kovlab olib keldik. Yo'q xudoyim. Qani olg'a? Ajoyib, sizlarga gap yo'q. Men sizlarni allaqachon o'lib ketgansizlar deb o'ylayapman. Demak, bizga pul bor, endi reja qilsak ham bo'laveradi. Biz qanday g'olib bo'lishni men bilaman. Men hozir istirohat bog'ini sotib oldim. Mana endi bu yerga aholi kelish kerak. Do'stlar, sizlarning hammalaringizni o'zimni shaxsiy istirohat bog'imga taklif qilaman. Tekinga. Qani olg'a? Bemalol dam olsangiz bo'ladi. Bu yerda hammasi tekin va albatta o'z do'stlaringizni ham taklif qiling. Qani kira qolinglar, shoshilmasdan. Mazza qilib maroqli xordiq chiqaringlar. Qolganlar kelgancha men ham bu yerni bir aylanib chiqaman. Salom ochna, nimalar qilyapsan? Basketbol o'ynayapsanmi? Ajoyib. Men senga ishonaman, qani uloqtir. Yo'q xudoyim. Uning omadi kelmadi. Qo'yili, bu yerda hattoki mashinalar ham bor ekan. Tushunmadim, u yerda nimalar bo'lyapti? Bo'lishi mumkin emas. Bu kichkintoy tog'ni tepasigacha chiqmoqchimi? Qani sen buni uddalaysan, sariq blokning ustiga sakra. Yana ozgina qoldi. Yo'q xudoyim, jin ursin. Meni kechirasizlar, men afsusdaman. Mayli, e'tibor bermaymiz, o'zlaringizga boshqa bola yasab olasizlar. Mana bu yerda tamaddi qilib olsa bo'larkan. Bir stakan limonad ichsammikin? Menga bir stakan limonad beriyor. Albatta janob, hozir olib kelaman. Katta rahmat.
Mana marhamat, bir stakan limonad. Bir daqiqa shoshma. Sen oldin Targov sentrga ishlamaganmisan? Ha? O, ko'rsatuv boshlandimi deyman. Qiziq, nima bo'larkin-a? Qani oldinroqda o'tirib ko'raychi. Hammangiz lol qolishga tayyormisizlar? Men suv ostida bir necha daqiqa tura olaman. Qani bo'lmasam boshlaning. Ha, ko'rsatuvni boshlanishi yomon emas. Tushunmadim, u chiqishga harakat qilyaptimi? Yo, ko'zimga shunday ko'rinyaptimi? Uni joni ketyaptimi? Ha, menimcha oxirgi daqiqa qolganda bu yerdan chiqmoqchi. Professionalga o'xshaydi. Xudoyim, endi shunisi yetmay turuvdi. Ming bor uzr, bu shunchaki baxtsiz hodisa edi. Xavotir olmang, men shu yerdaman. Sen buni qanday qilding? Sehr. Mana yana qishloq aholisi, marhamat qilaveringlar. Mana hamma to'plandi, endi boshlasam ham bo'laveradi. Xo'sh do'stlar, sizlar birinchilardan bo'lib mana bu narsaga uchasizlar. Yo'q. Do'stlar, sizlar birinchilardan bo'lib mana bu istirohat bog'iga uchishingiz mumkin. Ajoyib. Hoy, birinchilardan bo'lib istirohat bog'iga uchishni xohlaysanmi? Ha, albatta xohlayman. Men ham borsam maylimi? Yo'q. Mana hamma bir joyga jamlandi. Xo'sh do'stlar, sizlar tayyormisizlar istirohat bog'iga uchishga? Yaxshi, unday bo'lsa qo'lingiz bilan oyog'ingizni aravachadan chiqarmanglar. Xursandchilik qilinglar. Oxirida ko'rishamiz. Mana ular. Qani olg'a. Fibitga ovoz bermaganlarning ahvoli mana shunday bo'ladi. Mana shu ishni men bir necha marta takrorlashim kerak. Xo'sh, sizlar oxirgisizlar. Bu sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Xo'sh, men bu yerda ishimni tugatdim. Oy, men hozirgina istirohat bog'idan tushdim, lekin meni do'stim qaytib kelmadi. Yo'q, menimcha seni istirohat bog'ini orqasida kutyapti. Rostdanmi? Ha, rostdan. Mayli, men yana bir marta to'plagan ovozlarimni ko'rsam, menimcha men birinchi o'rinda bo'lsam kerak. Mana oling. Qani? Yashavor, men 99% ovoz yig'ibman. Mana bu tasqarida umuman imkon yo'q. Xo'sh, men nima ham derdim senga? Aholiga men kerak emas ekanman. Shuning uchun men o'z nomzodimni olib tashlayman. Sen yutding. Mana men nima degan edim? Men aytmaganmidim men g'olib bo'laman deb. Sen la'nati menga ishonmagan eding. Men hali ham ishongim kelmayapti sen g'olib bo'lganingga. Qani olg'a, ertaga oxirgi kun men albatta g'olib bo'laman. Shunchaki men mana bu tasqarani bu yerdan o'chirishim kerak. Mana hammasi tayyor. Men bularning ustidan g'alaba qozondim. Agar men g'olib bo'lsam, sizlarni unutmayman do'stlarim. Mana endi yotib dam olishim kerak, chunki ertaga muhim kun boshlanadi. Ana olg'a, ertalabgacha mijja qoqqay chiqdim. Yana bir marta grafikni ko'rib chiqsam bo'ladimi? Shunchaki men 100% lik g'alabamni ko'rmoqchiman. Sening xursandchiliging uzoqqa cho'zilmadi oshna. Tushunmadim, nimalar deyapsan o'zingdan o'zing? Nima? Vrox degani kim? U qanday qilib mendan o'zib ketdi? U 6 soat ichida mana shuncha ovoz to'pladi. 6 soat? Men bir reja tuzmasam bo'lmaydi. Shoshmanglar. Mana o'sha galvars. Xo'sh do'stlarim, shunday qilib sizlar menga ovoz berasizlar, to'g'rimi? Bu shunchaki ovozlarni sotib olyapti. Kimki menga ovoz bersa 100 ta zumrad oladi. Hammangiz Vrox uchun ovoz bering. Qani, uni ortidan boraychi. Nimalar qilyapti ekan? Bir daqiqa. Oshna, sen kimga ovoz bermoqchisan? Men Sivitga ovoz beraman. Ovozingni o'chir. Jin ursin, u menga ovoz berganlarni o'ldiryapti. Endi qayerga ketyapti? Axir bu Groxning uyi-ku. Shoshmang, bu Groxning uyimi? Hoy, Grox, bu senmisan? Yel la'nati, men yolg'iz qolmoqchiman. Oshna, sen nimalar qilyapsan? Bilaman, sen Groxsan. Nima? Men Vroxman. Nimalar deyapsan? Aldama, men bilaman, sen Groxsan. Ha, men Groxman, lekin senga hech kim ishonmaydi. Yo'q, xudoyim, Grox, sen nimalar qilyapsan? Senga bu saylovda g'olib bo'lish senga nima keragi bor edi? Nima, seni esingda yo'qmi? Sen meni kozyorlik qilib sotib qo'ygan eding. O'ligi yoki tirigini olib kelgani uchun 10 ming zumrad? Hoy, men senga aytgan edim, aholini kamroq o'ldirgin deb. Xavotir olma, sen meni politsiya qo'liga topshirmaysan-ku, to'g'rimi? Nahotki meni shunday ishga qo'yiladi deb o'ylasang? Nahotki. Yo, menimcha men to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Xo'sh, meni doliyamni qachon berasizlar? Men albatta bu saylovda g'olib bo'lib, bu shaharni batamom yo'q qilib tashlayman. Bu ishni osonlikcha qila bilaman deb o'ylama, Grox. Men seni asl yuzingni fosh qilaman. Men butun aholiga seni kimliging haqida aytib beraman. Yo, bir daqiqa. Seni axloqing buzuqligi haqida ham aytib beraman. La'nati. Hoy do'stlar, bir daqiqa, meni quloq soling. La'nati. Mening suratlarimni olib tashlashibdi. Bu yerda nimalar bo'ldi o'zi? Yo'q, hammasini olib tashlashmagan, bittasi qolgan. La'nati, meni suratimni nimalar qilib tashlading? Sivit la'nati, nimalar qilding? Sendan buni kutmagan edik. Sen hozirgina o'z muxlislaringni yo'qotding. Hoy, men buni qilmadim. Buni mana bu Grox qildi. Obbo, yana bir ovoz yo'qotding. Mayli, bilasan nima? Men buni hammasini to'xtataman. Hoy, quloq solinglar menga. Mana bu Vrox deganni aslida kim ekanligini bilmaysizlar. Bu Grox shunchaki yuziga maska kiygan va bu shaharni yo'q qilmoqchi. Nima? U aldayapti. Agar men oddiy bo'lmasam edi, shu ishni qilgan bo'larmidim.
Do'stlar, uni quloq solmanglar, axir u yolg'on gapiryapti. Mayli, kel buni hoziroq tekshirib ko'ramiz. Saylovlar boshlamasidan oldin ikkimiz bir-birimizga qarshi bellashib ko'ramiz. Mayli, kelishdik. Do'stlar, bir necha soatlardan so'ng men Grox bilan bellashaman. Shuning uchun menga sirli qurol kerak. Men oddiy aholiga o'xshab gapirishni o'rganaman. Xo'sh, mana o'sha ona tili darsxonasi. Hoy, sen meni oddiy aholiga o'xshab gapirishni o'rgatasanmi? Albatta. Xo'sh, endi men nima qilishim kerak? Shunchaki ularga o'xshab gapir. Yaxshi. La'nati, unga nimalar bo'ldi? Sen hozirgina orasidan haqorat qilding. Yo'q, mayli, hech qisi yo'q. Men hozir buni to'g'rilayman. Yana nima balo bo'ldi? Men buni aytib bera olmayman. Obbo, men la'nati ona tili uchun bir kun vaqtimni yo'qotdim. Do'stlar, kutib oling, janob Simit kelyapti. Salom do'stlar, nima gap? Rahmat meni taklif qilganlaringiz uchun. Meni ichimda dard borligini bilganingiz uchun rahmat. Marhamat, qo'shiqni qo'ying. Oho, mana bu boshqa gap. Rahmat meni shunday kutib olganingiz uchun. Tushunmadim, bu qo'shiq men uchun emas edimi? Bu adolatdan emas. Birinchi savol. Simit, o'z shahringiz chiroyli bo'lishi uchun nimalar qilgan bo'lardingiz? Yaxshi savol. Men maktablarni va kasalxonalarni ko'paytirgan bo'lardim. Yaxshi, lekin bu qoniqarli javob bo'lmadi. Xo'sh, janob, siz nima qilgan bo'lardingiz? Men xo'sh. Men bilmadim, balki men har bir aholi uchun 100 mingdan zumrad bergan bo'lardim. Do'stlar, bilasiz, bizda buncha zumradning o'zi yo'q. Sizlar buni gapiga sotilmaysizlar-ku, to'g'rimi? Sizlarga bu javobim yo'qdimi? Keyingi savolga o'tamiz. Sizningcha har bir qishloq aholisi qadrlimi? Albatta, har biringiz men uchun qadrlisizlar. Men hattoki mehribonlik uyidan 12 ta bola asrab oldim. Ha, u shuning orqasidan pul ishlaydi. Yo'q, sizlar meni noto'g'ri tushundingiz. Unday emas. U aldayapti. Xo'sh, sizning javobingiz, janob? Albatta, men ham har bir aholini qadrlayman. Shuning uchun men bu yerga o'z o'g'limni olib keldim. Bunday bo'lishi mumkin emas. Men sizlarga to'g'risini aytyapman. Axir bu Grox. U sizlarni bu yerga o'tirib olib aldayapti. Mayli bolajonim, sen bora qol. Meni o'g'lim haqida bunday gapirma. Xudoyim. Sizlar meni ustimdan kulyapsizlarmi? Nima balo? Biz hali bir qarorga kelmadik. Sizlar hozirroq menga ovoz bering, unga emas. U qayerga qo'yib bo'lib qoldi? Juda yaxshi ishlading, ajoyib. Nima? La'nati, nimalar qilyapsan? Axir biz bellashyapmiz. Bu bellashuvda Simit g'olib bo'ldi. Nima? Yasha bor, mana bu to'g'ri qaror bo'ldi. Biroq janoblari, qani biz bilan yuring. Uni shunchaki to'mi ketgan, biz uni yolg'iz qoldirishimiz kerak. Men mag'lub bo'ldim. Mayli, qani grafikni bera qo'ying, men oxirgi marta o'z ovozlarimni ko'rib olay. Balkim bir necha foiz olgandirman. Bu bo'lishi mumkin emas. Bu oldingidan ham rasvo bo'libdi-ku. Men ko'proq ovoz to'plashim uchun nimalar qilishim kerak, ha? Men bilaman nima qilishni. Ular meni yaxshi ko'rishadi. Men shunchaki tekshirmoqchiman. Siz hammangiz menga ovoz berdingizmi? Yo'q, unday emas. Nima gap? Nega sizlar bunga ovoz beryapsizlar? Biz faqat Vroxga ovoz beramiz. Xudoyim. Endi qanday qilib o'zimga ko'p ovoz to'plasam bo'ladi? Balki men taniqli blogerlardan iltimos qilib ko'rsammikin? Lekin buni qanday qilaman? Menda ajoyib g'oya bor. Qani keyin ularga ayt menga ovoz berishsin. Endi men bilmasam oshna, senga yordam bera olamanmi, yo'qmi? Bunga ko'zim yetmayapti. Yaxshi. Sivitga ovoz bering. Yo'q, unday emas. Anilan dublyajga obuna bo'lib qo'yishsin. Anilan dublyaj o'ziga obuna bo'lib qo'ying. Sivit zo'r va aqlli. Anilan dublyajga obuna bo'lib qo'ying. Bo'ldi, men endi uyga ketsam ham bo'ladimi? Xo'sh, Karl, hamma Sivitga ovoz bersin deb ayt. Bir daqiqa, tushunmadim. Nega seni ko'rinishing g'alati? Mayli, hech qisi yo'q. Sen bilasan nima deyishni. Sivitning qilib o'tirgan ishlari ajoyib, unga ovoz berishdan to'xtamang. Xullas, nima deyishga ham hayronman. Sivitga ovoz bering, Anilan dublyajga obuna bo'ling. Xullas shu. Hamma Sivitga ovoz bersin deb ayt. Keyin men sendan aqlli ekanligimni ayt. Mayli, sen mendan aqllisan. Men sendan chiroyli ekanligimni ham ayt. Bu yana nima so'zdi? Iltimos, menga blogerlar yordam berdi deb ayt. Bo'lishi mumkin emas. Bu ish berdi. Menda hali g'olib bo'lishga imkon bor. Kimlarni ko'ryapman? Mag'lub bo'lishga tayyormisan? Sen mag'lub bo'lasan. Men saylovda g'olib chiqsam, seni bu yerdan badarg'a qilaman. Do'stlar, nima bo'lgan taqdirda ham biz bor kuchimiz bilan harakat qildik. Sizlar esa menga o'z o'g'limday bo'lib qoldingiz. Lekin bu saylovda men g'olib bo'lishim kerak. Mana o'sha va nihoyat ovoz berish boshlandi. Kechirasiz, men ham ovoz bersam bo'ladimi? Navbatga turing. Yaxshi. Xudoyim, axir bu navbat hech qachon tugamaydi-ku. Bu navbat poyezd bo'lib ketgan-ku. Bu meni bir necha soat vaqtimni oladi, lekin men buni uddalayman. Men uchun har bir ovoz muhim. Biz yuryapmizmi o'zi? O'rtoq, sen o'zing zumratingni tushirib qoldirding. Rahmat osha. Arzimaydi. Endi borib menga ovoz ber. Xo'p. Ajoyib. Meni navbatim mana shu yerda edi. Uzr osha, endi sening navbating oxirgi. Onangni. Meni ishongim kelmaydi. Yana men oxirgi navbatda turibman. Men to'plangan ovozlarni ko'ryapman. Men yana 12 ta ovoz to'plasam, men g'olib bo'laman. Men bu ovozlarni to'pla olaman. Men deyarli unga yetay deb qoldim. Yana menga 20 ta ovoz kerak.
va men albatta g'olib bo'laman. Mana men o'zimga o'zim ovoz berishga keldim. Hey, nima qilyapsan? Bu yerda navbat bor. Sen navbatga turib birma-bir qabul qilaman deganding-ku. Men bu yerda 5 soatdan beri o'tiribman. Men Vrox uchun ovoz berdim. Sizlar ham ovoz bering. U ovoz berib ketdimi? Demak, men ham vaqtidan oldin ovoz bera olaman. Men hech narsani bilmayman, navbatga tur. Yem la'nati. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Mana mening ham navbatim keldi. Hozircha menga bir nechta ovoz yetmayapti. Mayli, bu qo'rqinchli emas. Mana janob, ushlang. Oh, rahmat. Nima? Nega Groxning yozuvi katta, mening kichkina yozilgan? Mening ismim xira qilib qo'yilgan ekan. Groxning qabih rasvo ishlariga qaramasdan men baribir g'olib bo'laman. Shunchaki men o'zimga o'zim, ya'ni Sivitga ovoz beraman. Mana bo'ldi. Biz tenglashib oldik. Mana endi bizga faqatgina bittagina ovoz kerak. Qani bo'la qol. Ha, yo'q xudoyim, men buni uddaladim. Men Groxni yutdim. Axir bu bo'lishi mumkin emas. Men mana bu ahmoqlar uchun 4 million zumrad yo'qotdim. Shoshmang, hali 2 kishi ovoz bergani yo'q. Tushunmadim, hali yana 2 kishi bormi? Demak hali o'yin tugamagan ekan. Men baribir g'olib bo'laman. Meni kichraytirganing uchun hali afsuslanasan demaganmidim? Uzr, men afsuslaman, lekin sen Groxga ovoz berma, iltimos. U butun shaharni yo'q qilmoqchi. Obbo, mayli, hech qisi yo'q. Ovoz beradiganlardan yana bir kishi qoldi. Iltimos, faqat menga ovoz beradigan normalni aholilardan biri bo'lsin-da. Qo'yil, mana bu normalni aholiga o'xshaydi. Sen meni eslayapsanmi? Haligi yo'q. Seni deb meni yo'qlab qancha yig'lagan. Qani olg'a, sizlarga tekin zumradlar uchun rahmat. Hoy, shoshma, men senga zumradlarni 2 barobar qilib qaytaraman. Faqat Groxga ovoz berma, iltimos. Yo'q, meni ijongim kelmayapti. Grox g'olib bo'ldi. Ha, men g'olib bo'ldim. Qani konfetlarni uloqtiring. Mana endi bu shaharni yo'q qilaman. Yo'q xudoyim, bu yerdan quyon qilmasak bo'lmaydi. Bu rasvo, bundan rasvosi bo'lmaydi. Bolalar, bu yerdan qochish kerak. Grox g'olib bo'ldi. U hademay shu yerga keladi. Menda bir g'oya bor. Ming bor uzr, sigir janoblari. Xo'sh, demak meni birinchi qarorimni eshitdinglar. Birinchi kimni o'ldirsam ekan, qayoqqa ketib qoldi u? Sivit qayerga yo'qolib qoldi? Mana qayerda ekansan? Ey, sening asrab olgan bolalaring qayerga yo'qoldi? Sen ham bu yerdan qochishing kerak edi. Meni ishimga aralashma demaganmidim? Birinchi seni o'ldiraman, keyin sen qurgan shaharni buzib tashlayman. Menga aytadigan oxirgi gaping bormi? Yo'qmi? Men g'olibman. Mana bu damlama yordam berishini bilgandim. Biz sizlar bilan hali beri ko'rishmaymiz do'stlarim. Shuning uchun biz yo'lda davom etishimiz kerak. Biz anchagina uzoq yurdik. Endi dam olsak ham bo'ladi. Jin ursin, men o'zi nimalar qilyapman? Men qishloq aholisi bilan Groxni mag'lub qila olmaymanmi? Menimcha shunday. Sizlar bularga bir qarang. Balkim hali o'yin tugamagandir.